Diqqat aholiga tezkor xabar. Pensionerlarga yangilik e'lon qilindi. Hoziroq hamma ko'rsin. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, kanalimizga xush kelibsiz. Agar kanalda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni, videorolikka esa like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling, pensiya miqdori ko'proq chiqishi uchun nima qilish kerak? Pensiya jamg'armasi bo'lajak pensionerlarga tavsiyalar berdi. Pensiya miqdorini oshirish va pensiyaga chiqishda muammoga uchramaslik uchun fuqarolar ish stajini mustahkamlash, ish haqqi rasmiy shaklda to'langanligiga va ish o'rni tomonidan raqamli ma'lumotlar tegishli ko'rsatilayotganligiga e'tibor qaratishi tavsiya etilmoqda. Kimlarga pensiya tayinlanadi? Yoshga doir to'liq pensiya erkaklarga 60 yoshga to'lganda va 25 yil ish stajiga, ayollarga 55 yoshga to'lganda va 20 yil ish stajiga ega bo'lgan taqdirda tayinlanadi. Bundan kamroq, kamida 7 yil ish stajiga ega bo'lganlarga to'liqsiz pensiya tayinlanadi. Ya'ni pensiya kamroq hisoblanadi. Ish stajiga nimalar kiradi? Pensiya tayinlashda rasmiy ishlab ish haqqi hisoblangan davrlar, yakka tartibdagi tadbirkor, o'zini o'zi band qilgan yoki xorijda ishlagan shaxs sifatida pensiya jamg'armasiga ijtimoiy soliq to'langan davrlar ish stajiga hisoblanadi. Pensiya jamg'armasining eslatishicha, ayollarda rasmiy ishlab ish haqqi hisoblangan va yakka tartibdagi tadbirkor, o'zini o'zi band yoki xorijda ishlagan shaxs sifatida ijtimoiy soliq to'langan davrlari jami 20 yil bo'lganda 54 yoshdan yoshga doir pensiyaga chiqish imtiyozi mavjud. Bunda yuqoridagi davrlar uchun kamida 7 yil ish stajiga ega bo'lganda fuqaroning harbiy xizmat, oliy o'quv yurtidagi kunduzgi o'qish hamda bola parvarishlash uchun ta'tilda bo'lgan har bir bola uchun 3 yil, jami 6 yilgacha davrlar ham umumiy ish stajiga qo'shiladi.